Xo'p, men ingliz ustozi Jumanzar Ulug'bekman. Xo'p, bu men shogirdim, demak Azizbek bo'ladi, Avazbekov. Xo'p, biz demak 22 oy bo'ldi, to'g'rimi? Boshlaganda. Biz 22 oydan beri 3 marta arz topshirdik. Hozir shular haqida qisqagina tushuntiramiz. Birinchi o'sha yaqinda topshirganimiz, xo'p, oxirgi marta topshirganimiz 28 fevral 2026-yilda topshirdik. Xo'p, 7 ball chiqdi, C1, ya'ni 10 yoshida demak u C1 darajasiga erishdi. Xo'p, listening 8.5, reading 6, writing 5.5, speaking 7, ya'ni overallda 7 bo'ldi, C1 bo'ldi. Hozir uni yaqinlashtirib tushuntiramiz. Hozir u 10 yoshda, 4-sinf. Xo'p, telefonni bering. Biz Marhamatdanmiz. Andijon viloyati Marhamat tumani, Ulug'bek o'quv markazi. Xo'p.